Ha ha ha. Assalomu alaykum hamyurtlar, o'zbekistonliklar, yurtdoshlar. Biz hozir Xitoydamiz, Urumchida, o'sha mashhur Alyoshani shuba do'konidamiz. Sizlarga bor yo'g'i bir 5 minutlik video qilib beramiz. Xudo xolasa rosa zo'r yangiliklar kelibdi. Narxlari juda ham zo'r. Eng original sifatli shubalar mana shu yerda. Ko'raverasizlar, mana shunaqalarni ham bir 7 xil rasvetkasi bor ekan, har xillari ko'rsatingiz mana. Undan tashqari bunaqa uzunlari ham bor ekan. Shuni mana aytsal bundayroqligini hozir zakazlab bo'ladi. Andijonlik klientlarimizga oldik. Buni ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Angliski deb yangi model chiqibdi. Juda ham zo'r ekan. Bu yerda hamma narsa naturalniy narsalar. Bu sobul yoqadir ekan. Bular yana ham qimmatroq narsalar. Undan tashqari ularni ko'rsatsa bo'ladi. Norkani poyabzallari ekan. Kimga shunaqa narsalar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Aytaverasizlar, O'zbekistonda bo'lsak ham chaqirib beraveramiz. Xudo xolasa 5 kun, 7 kun oralig'ida O'zbekistonda hamma viloyatlariga chaqirib beraveramiz. Kelaveringlar. Mana o'sha Norkani original emas, endi bunday o'xshatib yasab qo'yishgan, shundan tayyorlanar ekan. Ko'rishlar mumkin har xil narsalar. Bularni qaysi birini aytishga ham til ojiz. Nodirbek, kelaverchi. Men ora-orada chiqarib beraman, mana nima tushunarli bo'lish uchun. Mana bunaqa narsalar bor, mana bu nimaga ham ilib qo'yilgan. 5 xil, 7 xil svetda ekan. Mana mo'lar ham rosa chiroyli ekan. Bu naturalniy norkalar bilasizlar qimmat bo'ladi. Misol taxminan bir 200 dollardan bir 1000, 1,5 dollargacha da bu yerdagi narsalar. Nimalarni ham ko'rsatishimiz mumkin. Taxminan 5-600 dollarlik narsalar bular ham taxminan. Narxini aytishmas ekan, sababi narxlar o'zgarib turishi mumkin ekan. Biz videoda misol uni 500 dollar deb qo'ysak, ertadan keyin 600 dollar bo'lib qolishi mumkin yoki arzonlab ketib qolishi mumkin. Shuning uchun narxlarni manaqa deyish qiyin ekan. Bu orqasi yopig'i bu. Norka oyoq kiyimlarida har xillari bor ekan. Ularni ko'rsatsanglar bo'ladi. Mana uni ham bir Nodirbek ko'rsatgan, juda bir boshqacha ekan. Nima sobul yoqami mana? Sobul вообще zo'r ekan shu ham. O'ta ham bir ajoyib ekan. Mana bular endi yana ham uzunroqlari, yangi fason ekan. Ko'rishinglar mumkin. Endi hozir sizlarga asosan qimmatroq taraflarni ko'rsatyapmiz. Yana ozgina ko'rsataylik-da aytlardi. Shular ham polniy sobul yoqalar ekan. Tepalarda bor, turlari juda ko'p. Endi sal bo'lsa ham oddiyroq narx tomoniga o'tamiz. Lekin hammasi umuman olganda zo'r bu do'konda narxlar. Shu narsalar ham juda ajoyib chiroyli ekan. Ko'p sotuvchi opalarda ham ko'rdik, kiyishyapti yoki boshqada. Bular yana bir yangilik ekan. Bularni ko'rsangiz mana. Ora bu yerlarni ko'rish ekan. Buni nomini nima derdi? Vyazinniy norka. Buni ham har xillari bor ekan. Yengi uzuni, kaltasi, bo'yi uzuni, kaltasi, yengi maytdan har xil. Endi bu norka asosan biz soha emas, kelganimizda bir video qilib qo'yapmiz. Mana bunaqa kaltalari ham bor ekan. Munchoqlari ham. Qo'ldan kelgancha olyapmiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Like tugmasini bosib, norka ro'mollar. O'ta ham zo'r, har xil rasvetkada. Keyin onaxonlarimizga, hoji onalarga, hoji onalar uchun bunaqalar bor ekan mana. Har xil svetlarda. Yosh opa singillarimizga tepadagi mana ko'jaliklari bor ekan. Keyin bu tarafda ham ko'rsataylik-da. Atirgulmidi mana u? Atirgul. Atirgulda ham mana har xillari bor ekan. Yengi uzuni, kaltasi, kamzirlisi, mana shu atirgullikdan bitta qo'qonlik klientga oldik bir 5 ta atrofida. Har xillari bor ekan. Mana maytda ham bor ekan, ko'rsatsak. Yana bir tur ekan bu. Xo'p, telpaylar. Bu yana bir boshqachasi ekan. Kecha ko'ribman men ham. Yaqinroq ko'rsatsak. Ajoyib bir boshqacha ekan. Bu tarafi boshqa, bu tarafi boshqa, bu tarafi boshqa. Minutimiz 5 minutga bordimi, bormadimi? Hurmatli klientlar, mana shunaqa narsalar kerak bo'lsa bemalol aytaverasizlar. Xudo xolasa xizmatinglardamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.